Dori ichirib ichimizdan ximikat bo'lib ketdi, apteka bo'lib ketdi deydigan insonlar uchun demak bizda maxsus taklif. Honeymoon erkaklar uchun va ayollar uchun. Mahsulotimizning tarkibida 14 xil element va asal mavjud bo'lib, uni kun davomida bemalol ichishingiz mumkin. Jinsiy zaiflikda, varikoz kasalliklarida, gemoroy kasalliklarida, bundan tashqari immunitetni tushishida umumiy tetiklikni beruvchi mahsulot sanalib, bemalol oilaviy iste'mol qilishingiz mumkin. Homiladorlarga va emizikli ayollarga tavsiya qilinmaydi va bolajonlarimiz qo'li yetmaydigan joyda saqlaniladi. 3 kunda bir marta demak bitta paketchadan iste'mol qilinadi. Kelinglar, men o'zim ham ko'rsatib beraman. Ochilishini qaranglar. Haqiqatda original preparat. Mana shunaqa bo'ladi. Bemalol mana 3 kunda bir marta mana shu holatda shundoq ochamiz. Shunchaki iste'mol qilishni boshlaymiz. Mazasiga ham gap yo'q. Shirinligi yo'q odamlar bo'ladigan bo'lsa, ozgina suv bilan aralashtirib ichsanglar bo'ladi. Natijasini faqat ichib ko'rganlar biladi. Ichib ko'rmasdan bilib bo'lmaydi. Demak, bu mahsulotni qayerdan olishimiz mumkin? Demak, bizning maxsus mutaxassislarimiz sizga onlayn tarzda yuborib beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qilamiz. 55 kodi bilan 578 va bu nomerni biz pastda ham qoldiramiz. Iste'mol qilganlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozasizlar va do'stlarimizga ushbu videoni jo'natib qo'yamiz.